Ushbu video faqat ko'ngilochar va tajriba maqsadida tayyorlangan. Undagi challenjlar internetda tarqalgan afsona va rivoyatlarga asoslangan. Men bu videoda faqat ularni shaxsan sinab ko'rib, natijasini kameraga yozib oldim. Bu video orqali hech qanday g'ayritabiiy hodisalarni, jin yoki arvohlar mavjudligini tasdiqlash yoki targ'ib qilish maqsad qilinmagan. Bunday challenjlarni takrorlashni tavsiya etmayman. 23:04 bo'ldi soatimiz. Voy bilet. Vahshiy vorasan. O'zim orqamdan shu payt bir narsa chiqdi. Deb qolsam nima qilaman? Hammaga salom do'stlar, siz Ibragimov kanaldasiz. Va bu videoda men eng qo'rqinchli challenjlarni sinab ko'raman. Xullas, qisqa qilib aytganda, jin chaqiramiz. Xullas do'stlar, bu challenjni yolg'iz tarzda o'zim oddiy chiroq qo'yib olganman, chunki atrof qorong'u, tun, yarim tun bo'lyapti soat. O'zlaring bilasizlar, u oddiy qorong'ulikda ham ko'pchilik qo'rqishadi. Hozir chiroqda ko'rmayapti soat, mana 23:04 bo'ldi soatimiz. Prosta video uchun olib ketyapman. Prosta qo'llab-quvvatlab, like tugmasini bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysalar, keyingi videolar bundan-da yaxshiroq chiqarishga harakat qilamiz. Demak, go, boshlaymiz. Xullas, birinchi challenjimizni boshlaymiz hozir. Orqa tarafim qop-qorong'u, o'zim olayotganim uchunmi qandaydir o'ta darajada qo'rquv bo'lyapti lekin. Hop, endi mana bu ikkita qalam kerak bo'lar ekan va buni mana shu qog'oz tayyorlab oldim. Ustiga muvozanatda saqlab qo'yishimiz kerak ekan. Realni qo'rqyapman lekin bilmadim-u. Videoni to'xtatib qo'yganlarim kelib ketyapti-da. Hop, endi xullas mana o'sha Charlie degan odamchaga savol beramiz. Mana shu savollarga yes, no deb javob berish kerak. Demak, boshladim. Charlie, sen shu yerdamisan? Charlie, sen shu yerdamisan? Charlie, sen meni kuzatyapsanmi? Charlie, sen meni kuzatyapsanmi? Realni lekin hozir bunday qamerlar qolsa nima qilishni bilmay qolaman. Hop. Oxirgi savol. Charlie, sen bizga zarar yetkazasanmi? Ya'ni menga zarar yetkazasanmi? Charlie, sen menga zarar yetkazasanmi? Orqamdan shu payt bir narsa chiqdi. Deb qolsa nima qilaman? Xullas, mana ko'rib turibsizlar, bu o'xshamadi. Bunday bo'lib o'zgarish kerak edi, lekin bunaqa holat bo'lmadi. Keyingi challenge o'tamiz. Xullas do'stlar, hozirgi challenjimizda mana shu oynaga qarab men xullas Bloody Mary deyishim kerak va menga oynada bu narsalar ko'rinishi kerak ekan. Men bilishim bo'yicha shu, ChatGPTdan so'raganim bo'yicha, lekin hozir shuni ham sinab ko'ramiz, o'xshaydimi, o'xshamaydimi ko'ramiz. Bloody Mary. Voy bilet. Vahshiy boru, o'zim boru, o'ta darajada o'zimni ko'rib qo'rqib ketdim. Boshqa qaytadan yana bir marta olib ko'ramiz. Bloody Mary. Nu yaxshi, ikkinchisiga chidasa bo'ladi, lekin birinchisida ko'zni ochganda oynada odam ko'rinishi bir boshqacha bo'lar ekan. Xullas, bu ham bo'lmadi. O'zlaring ko'rdilar, mana ko'rib turibsizlar. Yolg'iz video olishni o'zi bo'lmayapti. To'g'risi birorta sherigim yo'q. Mana shu o'sha birinchi videodagi o'sha molxonani ustaxonaga aylantirgan joyimda hozir studiya qilib narsalar tayyorlab olyapman. Do'stlar, endi keyingi challenjimiz bu ham mana shu oyna bilan bog'liq. Oldingi challenge bilan bir xil, lekin bu ham juda qo'rqinchli challenge hisoblanadi. Ya'ni inson fikrlashi o'sha
psixologiya tarafdanmi, nimadirlar, bunda ham nimanidir ko'rishimiz kerak, qandaydir hislarni bilishimiz kerak. Buni ham sinab ko'raman. Demak, go. Qo'limni chaqaloq ushlaganga o'xshab ushlayveraman va Baby Blue deb 3 marta aytishim kerak. Baby Blue, Baby Blue, Baby Blue. Va bu challenge hozir qandaydir boshqacha bo'ldi. Qaytadan qilib ko'raman. Baby Blue, Baby Blue, Baby Blue. Yo'q, bunda reaksiya sezmadim, chunki o'zim video olib turgan bilganim uchun shunaqa narsa bo'lyapti, lekin qo'l og'irlashadi degan gaplar ham bor edi ma'lumotlarda va qandaydir qo'l yoki tana bo'shashyapti, chunki soat yarim kechasi bunaqa video olishni o'zi bo'lmayapti. Shu qo'rquvlar tufaylimi ozgina tanamda bo'shashlik yoki mana shu aytayotganda shunaqa narsa bo'lyapti, lekin bu challengelar realniy o'xshamas ekan. Demak, videomiz mana shundan iborat edi. Xullas, akalar, keyingi videoda hech qaysi youtuber O'zbekistonda hech kim qilmagan videoni olmoqchimiz va mana shu uchun sizlarni likelang va obunalang kerak. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar va keyingi xullas do'stlar, bu videoni yoki bu yerda qilingan narsalar qaytarish taqiqlanadi, chunki buni hamma ham ko'tara olmaydi. Chunki hozir yarim kechasi o'zimda ham qo'rquv bo'ldi, anchagina qo'rquv bo'ldi. Yolg'iz o'zim olish, bunaqa video olish qandaydir o'zim hayolimga kelmagandi. Shuning uchun akalar shuncha mehnat qadrlagan holatda va video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying deb o'ylayman. Oddiy chiroq yoqib oldim, sham, unaqa narsalar yoqmadim. Mana oynagimiz ham qo'rqinchli, qandaydir mana kir bo'lib, chang bo'lib, bir tashlandiq oynaga o'xshab turibdi. O'zimni ko'rganda, ya'ni oynada inson o'zini ko'rganda qandaydir o'zimda tanani bo'shash bo'ldi. Shu, lekin bu ilmiy tarafdan tasdiqlanmagan va hech kimga qaytarib ko'rish tavsiya qilinmaydi. Prosta qiziqqanim uchun mana shu challengelarni ko'rgim keldi xolos. Demak do'stlar, video yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib qo'ying deb o'ylayman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan Ibragimov bo'ldi.